8-savol. B javob chiqyapti. Xo'p. Natriy sulfat ko'paytirilgan 10 ta suv. Bu Glauber tuzi. Demak, bizga aytayapti 20% da natriy sulfat eritmasidan suv bug'latilganda 32.2 gram Glauber tuzi hosil bo'lgan bo'lsa, dastlabki eritmadagi suvning massasini gramda toping deyapti. Mana bu Glauber tuzi, natriy sulfat 10 ta suv 322 gramida 142 gram quruq tuz bo'ladi. Bu natriy sulfat tuzi. 322 gram Glauber tuzida 142 gram quruq tuz bo'ladi. Bizda 32.2 gram Glauber tuzi bor. Bunda qancha quruq tuz bor? Ko'paytirib bo'lsak, 14.2 gram quruq tuz bor tarkibida. Bu natriy sulfat tuzi. Endi natriy sulfat tuzi 14.2 gram quruq tuzimiz ma'lum bir suv bug'latilgandan keyin eritmani 20 bug'latilganda shuncha gram Glauber tuzi hosil bo'lgan, lekin avval Glauber tuzi hosil bo'lishdan avval tuzimiz 20% bo'lgan. Bu nima degani? Lekin suvda bug'latganimizda mana Glauber tuzda qancha tuz bo'lsa, shu bug'latishimizdan avval ham shuncha tuz bo'lgan baribir. Ya'ni 322 gramida 142, 32 imizda qancha? 14.2 chiqdi. Shu 14.2 gram tuz dastlabki 20% eritmada ham bo'lgan. Shuning uchun 14.2 gram tuzimiz 20% deb olyapmiz. 100% ni topsak, dastlabki eritmani massasi kelib chiqadi. Ya'ni suv bug'lanishidan avvalgi eritmani massasi kelib chiqdi. Demak, suv bug'lanishidan avval eritma 71 gram bo'lgan. Shu 71 gram eritmani 14.2 grami tuz bo'lgan. Demak, qolgani suv bo'lgan. Javob chiqdi.